Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana sizlarga o'sha yangilik, sizlar kutgan yangilik. Endilikda mana bu ko'rinayotgan polasa, mana qarang. Ana shu polasalarni bossangiz sizga shtraf kelmaydi. 1-iyundan faqat tepadagi kameralar, orqadagi, oldidagi kameralar kelyotdi shtraf sifatgacha. Endilikda sizga jarima kelmaydi. Faqat mana bu stop liniyadan mustasno. Agar stop liniyani bossangiz, unda sizga qizilga jarima kelishi mumkin. Mana bu polasani bossangiz 1-iyundan keyin sizga shtraf kelmaydi. Agar siz mana bu polasani bosib qo'ysangiz, YPX xodimi vizual ko'rsa, bosganingizni sizga jarima qo'llashi mumkin. Do'stlar, 1-iyundan boshlab mana shu ko'rib turgan polasangizni mabodo bosib qo'ysangiz, kameralarda hech qanaqa jarima yozilmaydi. Kamera faqatgina qizilga yoki tezlikka ishlashi mumkin. Yengil turdagi qoidabuzarlik sodir qilib qo'ysangiz, YPX xodimi buni guvohi bo'lsa, birinchi martasiga sizni ogohlantirishi mumkin va bu ogohlantirish 1 yilga qadar ta'sir qiladi. Do'stlar, mana shu videoga like bosing, ajoyib yangilik. Do'stlaringizga ulashib qo'ying, maksimal repost qiling va tagida esa o'zingiz izohingizni qoldirishingiz mumkin. Qaytgancha yana bitta ajoyib yangilik. Endilikda 23:00 dan kechqurunga ertalabki 6:00 gacha A polasalarda bemalol harakat qilishingiz mumkin. Avtobus yuradigan yo'laklarda harakat qilishingiz mumkin. Sizga hech qanday jarima kelmaydi.